Yorug'liq yili garchi yil deyilsa-mu vaqtni ko'rsatmaydigan bo'lib, olamshunoslikda yulduzlar aro masofani o'lchash uchun ishlatildi. Yorug'liqning tezligi sekundiga taxminan 300 ming kilometr bo'lib, mushu bo'yicha hisoblaganda, yorug'liq 1 yilda taxminan 9,5 trillion kilometr yo'l oladi. Mana bu oraliq 1 yorug'liq yilidan iborat. Agar bir yulduz bizdan 10 yorug'liq yili yiroqlikda deyilsa, bu o yulduzning bizdan 95 trillion kilometr yiroqlikda ekanligini ko'rsatadi. Bizga eng yaqin yulduz hisoblangan Quyosh bilan Yer sharining oraliqi 150 million kilometr bo'lib, Quyoshdan chiqqan yorug'liq taxminan 500 sekundda, ya'ni 8 minut 20 sekundda bizga yetib keladi. Ammo bizga intayin yiroq bo'lgan M13 yulduz turkumi bizdan 25100 yorug'liq yili yiroqlikda bo'lib, bu taxminan 24 kvadrillion kilometrga to'g'ri keldi. Yani 24 ning keynida 16 dona 0 bor. M13 yulduz turkumi bu sonliq ma'lumotlarga asosan bizga intayin yiroq hisoblansa-mu, ammo olamning poyonsizligini ko'z tutganda bu yulduz turkumini yinimizdilam deb qarash mumkin. Buning o'xshash g'oyat zo'r sonlarni o'qish, yezish va hisoblash absiz bo'lg'achqa astronomiyada yulduzlar va galaktikalarning oraliqini ifodalashda yorug'liq yili degan uzunlik birligini ishlatish birlik qilingan.